bugun yangi O'zbekistonni barpo etishdek bir ulug' maqsadlar sari xalqimiz birlashyapti, jipslashyapti. Mana shu ezgu maqsadlar sari yanada bir ilhomlantiruvchi, ruhlantiruvchi milliy g'ururimiz, iftixorimiz sifatida o'zbek tilining ahamiyati va qadr-qimmati cheksizdir. Va yuqorida to'g'ri aytdingiz, 2019-yilda davlatimiz rahbarining farmonlari bilan 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qilindi. 2020-yilda aynan 21-oktyabrni o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi qonun qabul qilindi va o'sha murakkab bir vaziyatda, ya'ni bundan 36 yil oldin mustaqilligimiz e'lon qilinishidan 2 yil avval mana shu davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi ham albatta murakkab siyosiy jarayon bo'lgan. Aynan mana shu davlat tilimiz, o'zbek tilimiz xalqimizni keyingi bir marralarga ruhlantiruvchi yuksak bir darajalarni taqdim etishi uchun katta bir qadam bo'lgan deyishimiz mumkin va so'nggi yillarda aynan o'zbek tilining nufuzini oshirish bo'yicha juda ham muhim qarorlar, farmonlar qabul qilindi. Bugun sayyoramizdagi eng yirik tillardan biri, 40 ta yirik tillardan biri o'zbek tili deb e'tirof etilyapti. Bugun 50 milliondan oshiq aholi o'zbek tilida so'zlashyapti. Yoki o'sha Vazirlar Mahkamasi huzurida Davlat tilini rivojlantirish departamenti, o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi faoliyati yo'lga qo'yilganligi yoki turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga mamlakatimizning a'zo bo'lganligi, aynan turkiy tillarni rivojlanishi, xususan o'zbek tilining rivojlanishi uchun, nufuzini oshishi uchun global ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Aynan mamlakatimizning tashabbusi bilan xalqaro miqyosdagi Alisher Navoiy mukofoti ta'sis etilganligi ham albatta e'tiborga molik. Bugun mamlakatimizda juda ko'plab madaniy markazlar faoliyati yo'lga qo'yilgan va e'tiborlisi mamlakatimizda 7 tilda ta'lim berish imkoniyatlari yaratilganligi ham dunyoning bir noyob tajribasi sifatida e'tirof etilyapti va kuni kecha faxr va g'urur bilan, iftixor bilan aytishimiz kerakki, Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Londonga tashrifi doirasida dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri Oksfordda Osiyo va Yaqin Sharq tadqiqotlari kafedrasida o'zbek va eski o'zbek tilini o'rganish bo'yicha dasturlar boshlanganligini ta'kidlab o'tdilar. Bu ham aynan o'zbek tili bayrami kuni arafasida xalqimiz uchun juda ham katta bir yuqori kayfiyat berdi, ijobiy kayfiyat berdi. Bugun o'zbek tilida so'zlashni istayotganlar soni ko'payapti. Bugun Oksfordda o'zbek tilida gapiruvchilar soni ko'payadi. Davlatimiz rahbari xalqaro minbarlardan yangi O'zbekistonni global tashabbuslarini o'zbek tilida ilgari surayotganliklari ham albatta xalqimizga ulkan faxr va g'urur beradi. Men bitta jihatga to'xtalib o'tmoqchiman. So'nggi yillarda mana shu davlat tilini maqomini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar 2 yo'nalishda olib borilyapti. Bittasi shu paytgacha saqlanib qolgan mavjud muammolarni bartaraf etish yuzasidan bo'lsa, ikkinchisi aynan davlat tilimizning nufuzini oshirish borasidagi bir global milliy tashabbuslar sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Va barchani mana shu kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Davlat tilimizning nufuzi tobora oshaversin. O'zbek tilimiz, ona tilimiz bizni xalqimizni kelgusidagi maqsadlarga, kelgusidagi g'alabalarga, kelgusidagi bir marralarga ruhlantirib turaversin deb. Rahmat.